Alaykum barchaga. Bugun men sizlarga multi-level'dagi ya'ni listening part 1 qismini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Qanaqa holatda ishlash, qanaqa holatda structurelardan foydalanish, qanaqa holatda tushadi, ana shularni sizlarga bugun baham ko'rmoqchiman. To'ngacha menga podpiska bosishni esdan chiqarmang. Hop, birinchi navbatda listeningni eshitayotgan paytimizda bizda turli xil savollar tug'iladi. Qanaqa qilib men 8 ta testdan 8 ta yechishim mumkin degan savol tug'iladi. Hop, buni birinchi navbatda usullardan biri siz listeningda, ya'ni podkast eshitayotgan paytingizda podkastni ya'ni bir darajada qo'ying va eshiting. Hop, bu holatda eshitib bo'lganingizdan keyin, tushunib bo'lganingizdan keyin siz 1.5 ya'ni 1.5 darajada qo'yingda ikkinchi holatda ham eshiting. Aynan shu holatda eshitib yurgan paytingizdan keyin sizda listening qobiliyatingiz birinchi navbatda o'sadi. Ikkinchi holatni oladigan bo'lsangiz, ikkinchi holatda siz listeningda qanaqa qilib yana ko'tarsam bo'ladi, bu menga yana samara bermayapti deyingiz mumkin. Birinchi navbatda agar sizda lug'at boyligingiz kam bo'ladigan bo'lsa, bunda muammo bo'ladi, aniq. Ammo ikkinchi holatda men sizlarga tavsiya beraman. Qaysi holat deysiz mumkin? Ikkinchi holatda sizga ya'ni listening eshitilyapsizmi? Ya'ni 8 ta test bo'layotgan bo'lsa, 8 ta testdan birinchi holatda siz shunday narsa qilingki, eshityapsiz, listening eshitayotgan paytingizda ya'ni savollar ketyapti. Savollar ketma-ketligi. Xo'p, sizga 2 marta qo'yib beradi. Ya'ni listeningni 2 marta eshittirib beradi. Birinchi marta ya'ni eshityapsiz. Ya'ni 8 ta savol bo'ladi. 8 tadan 4 tasi maksimal darajada sizga oson tuyuladi. Qolgan 4 tasi sal mujmal turadi. Ana shu holatda esa 4 tasi aniq oson tushungan holatda beradi xolos. Endi qolgan 4 tasicha, qolgan 4 tasini qanaqa qilib yechay degan savol tug'iladi. Agar sizga haqiqatan tushunmayotgan bo'lsangiz yoki o'sha savolga siz ulgura olmagan bo'lsangiz, 3-chi holatda structurelardan biri siz o'sha testni yozib oling. Ya'ni audiosini yozib olingda, aynan yozib olganingizdan keyin qolgani o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin oxirida sizga listening polni part qismlari polni tugagandan keyin, ya'ni 6 ta qismi tugagandan keyin bemalol qaytib kelib, qaytib siz o'sha testni ishlashingiz mumkin ekan. Ana shu holatdan foydalansangiz sizga yana bitta samaraliroq usuli bo'ladi va bemalol ya'ni 8 testdan 7 ta yoki 8 ta bemalol yechishingiz mumkin. Mana shu holatdagina. Hammaga rahmat. Barchaga menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat.